Marhabo Qosimxo'jayeva 30 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida uzoq yillardan buyon samarali faoliyat yuritib kelayotgan tarbiyachi bo'lib, o'z kasbiga sadoqati bilan ajralib turadi. O'z ish faoliyatimni 1989-yil 10-oktyabr kuni boshlaganman. Uning ushbu sohaga kirib kelishida otasining ta'siri muhim omil bo'lgan. Aynan shu sababli u tarbiyachilik kasbini tanlab, bolalar ta'lim tarbiyasiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bu tarbiyachilik kasbini tanlashimga otam turtki bo'lgandi. Otam adabiyotga qiziqqan, adabiyotshunos odam edilar. Bizga Gurug'bek, Intizor, Alpomish bular hattoki Navoiy hamsasini yoddan bilganlar. Shundan bizga o'qib berardilar-da. Gurug'ni nimalarni o'qib berdilar, shirin shakar ashlini o'qib berib, yana tushuntirib qo'yardilar. Tushuntirib kitobni buklab, kelgan yerda olib qo'yardilar. Shunda shuni keltirib doim eslayman shuni. Gurug'bekni farzandlari bo'lmagan, ikkita ayollari bo'lgan. Shu bittasini oti Yunus Bari, bittasini oti Misqol Bari. Xunxordan Avazxonni olib kelib, Vayangandan Hasanxonni olib kelib, ikkalasini o'g'lim deb, iskesam gulim deb yoqasidan silib, etagidan olibdi deganlarida deb ishani to'xtatib, har nima bularni olib qo'yganlarida tagiga stollarni qo'yib bir shay olib o'qiganman o'shani. Endi shundan boshlangan. Shu bilan birga unda adabiyotga ham qiziqish shakllanib, bo'sh vaqtlarida she'rlar yozib, ijod bilan shug'ullanmoqda. Bolalar deb so'zlarimning bog'lab tutdim. Yuragimning issiq taftin olib tutdim. Bolalikni dunyolarga alishmasman. Yuragimda neki bo'lsa bari tutdim. Marhabo Qosimxo'jayeva bugungi kunda yaratilgan shart-sharoitlardan mamnun ekanini bildirib, o'z faoliyatini sidqidildan davom ettirmoqda. Biz ilgari bog'chada ishlaganimizda sharoitlar ancha qiyin bo'lgan o'sha mahalda. Kolxoz bog'chilar bo'lgan, dalalaga ishga borganmiz, o'tirgani borganmiz, bog'chalar bekilgan, bir haftalar bekilgan. Kirlarni tog'aralarda yurgan, hozirgi singari kir moshina bo'lmagan, ovqatlarni o'choqlarda pishirilgan olov yoqib, mashg'ulot jarayonlarida ham kamchiliklar sharoitlar yetarli bo'lmagan xonalar bunaqa chiroyli. Yurtboshimizga rahmat, bizga shunday sharoit yaratib bergan. Alloh shu dargohda o'zi nazari tushgan dargohda ishlashni nasib qilibdi. Men bu kasbimni sevganligim uchun mana hozirgacha ishlayapman. U tarbiyalanuvchilar bilan ishlash jarayonida ota-onalar bilan yaqin hamkorlik olib borib, zarur tavsiyalar berib keladi. Bolani shaxsiyatni kamol topishida maktab, oila, bog'cha hamkorlik degan joyda bor. Biz maktab, oila, bog'cha hamkorlikda ishlasak, bola bugun nimani o'rgandi? Ota-ona bilish kerak. Bola nimani o'rgandi? Nimani bildi? Uyda sen shuni o'rganibsan, ustozing aytdilar. Qani menga ham aytib berchi. Bunda bolalar bilan ishlash uchun tarbiyachi ijodkor bo'lish kerak. Tarbiyachi bolalar bilan birga yashash kerak, birga o'ynash kerak. Ya'ni teatrda artistlar rol ichiga kirib ishi bilan birga yashaydi, lekin biz ham bolalar bilan birga yashashimiz kerak. Birga o'ynasak, mashg'ulotda bolalarga yaqin bo'lsak, bola psixologiyani o'rganishimiz kerak. Bitta bola injiqroq, bitta bola sokinroq, bitta bola sho'xroq. Psixologiyasini o'rganganimizdan keyin ular bilan til topishimiz, ularga nimalarnidir o'rgatishimiz osonroq bo'ladi. Ko'p yillik tajribaga ega pedagog sifatida u o'z bilim va ko'nikmalarini yosh tarbiyachilar bilan bo'lishib, ularning kasbiy rivojiga hissa qo'shmoqda. Hozirgi ish faoliyatini boshlagan yosh tarbiyachilarga birinchi odob axloq, muomala madaniyati, ota-onalar bilan ishlash, bolalar bilan ishlash, bola psixologiyani o'rganish, o'zi ijodkor, mustaqil fikrlaydigan. Tarbiyachi rassom bo'lmasa bolalarga rasm chizdira olmaydi. Tarbiyachi shoir bo'lmasa she'r yodlata olmaydi. Ifodali she'r aytish kerak, ranglarni farqlash kerak, o'zi ijod qilib nimalarnidir tasavvur qilish kerak, bolani yetaklay oladigan bo'lish kerak-da. Mashg'ulotlar jarayonida esa milliy qadriyatlar va an'analarga alohida e'tibor qaratadi. Milliylikka alohida e'tibor berilyapti. Milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz, biz ota-bobolarimiz kim? Bizi yurtboshimiz kim? Vatanni sevmoq iymondandir. Maqollarni, she'rlar bilan bolalarga hikoyatlar bilan tushuntirib berishimiz kerak.
Shu bois Marhabo Qosimxo'jayeva o'zining fidoyiligi va tajribasi bilan yosh avlod tarbiyasida munosib o'rin egallab kelmoqda.